Assalomualaikum. Fasadni pletka shoh. Do'stim mana o'tirib gazini bosayapti yana. O daskallasini qarang, daskalla. Daskallarni ko'rsatib qo'ying do'stim. Bo'la, ana bo'lmasa. Pilla cho'g'anday cho'g'ayapti do'stim. Ha do'stim. Ha brat. Nima bo'lyapti? Og'riq bormi? Bo'lyapti. Ha, og'riq bormi? Bor. Og'riq bor. Qani. Endi-chi? Ketdimi? Ha, bo'ldi. Boshlachi. Ya, ana, bosh o'rin ekan bu. Kulishib, mana shunaqa ishni qilib yapmiz. Xudo xolasa mana devorda ahvolini ko'rdingiz-a? Devorda ahvol mana shu darajada, lekin buni Xudo xolasa ertaga mana shu darajaga keltiramiz. Inshaalloh mana raykalar to'qilgan. 100% mana aynalarda atrofini atkoslarni uramiz. Tagi ek qator so'kil ketadi polностью. Mana farqi yo'q. Devolis xod loyg'isht bo'lsa ham, mana blok bo'lsa ham, mana bunaqa terilgan tosh bo'lsa ham, shu farqi yo'q bizga. Tars uramiz, ketamiz. Mana shunday qilib fasadingizni juda ham ajoyib qilib urib ketamiz. Kimda mashina mahsulotlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Biz Shamsobodda mana o'tgan yil urganimiz, rosa 1 yil bo'ldi urganimizga. Endi davomini urayapmiz mana. Mana bu odamning og'rig'i ketdi. Bu ekonomik qoldi, ekonomik alay qilamiz. Nastat. Unisi-chi. Mashtum. Bo'ldi do'stlar. Hangoma qilib mana shunda ishlaymiz. Tinch bo'lar, sog' salomat bo'lar. Hammaga rahmat.